Assalomu alaykum Chorva biznes kanali obunachilar, YouTube tomoshabinlar, Chorva buqa ishqibozlar. Bugun hafta kuniga seshanba 18-mart 2025-yil sanasida turibmiz. Dehqondan so'yishga ham boqsa bo'laveradigan buqa chiqib qoldi mana. Manzilimiz Oltinko'l tumani Oqtepa qishlog'i, Yog'du ko'chasi. 1 yil boqdim deyapti dehqon. Bo'yi 1.35 chiqdi, o'lchab ko'rdik. Xaridorlar kelib yana bir o'lchab, savdosini qilib tekshirib ko'raveradi. 2 kuraga 2 kurak ekan, uni ham ko'rdik. Mana hozir bir qator ko'rsatamiz oldilarini. Qisqa video qilamiz, 2-3 minutlik. Xaridorlar ortiqcha vaqtini olmaymiz. Mana oldi ko'rinishi. Bo'ylari ham katta. Yo, o'zim o'taman. Endi tashqariga olib chiqa olmadik. 1 yildan beri boyliq turib ekan. Baqishga ham bo'laveradi, so'ygani ham bo'laveradi, yog'siz chiqadi xudo xolasa. Mana orqalari. Mana bu yonboshdan ko'rinishi. Hozir oldini ham o'tib ko'ramiz. Joyimiz ozgina kichiklik qilyapti. Hozirgacha yetadi. Vaqtaqasi bordi, xoqisi ham bor. Buqamizni yaxshilab tasvirga olsak, hozir dehqon narxini aytadi. Kuzatib turinglar. Mana oldi ko'rinishi, mana tepadan ko'rinishi. Necha pul narx aytamiz endi aka? 27 million deyapti. 27 million xayri bor a. Ozgina o'tib berar ekan. Yaqin qilib aytyapman dedi, o'zi eskidan buqa baqib yurgan akalar bular. 27 million ozgina o'tib beramiz deyapti. Nargisni ham sotamizmi? Keyinroq sotamiz aka, yana buqalar bor, kelib ko'ringlar. Unisini ham kelishib qolsak sotaveramiz deyapti, narx belgilanmadi to'g'risi. U boqishga tayyor u ham. Hammaga rahmat. Telefon qilinglar kimga yoqsa. Telefon nomerni hozir qoldiramiz oxirroqda.